Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Bugun men sizlar bilan hammamizni bevosita qiziqtiradigan va kelajagimizga ta'sir qiladigan eng muhim mavzu pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar haqida suhbatlashamiz. Yaqinda qabul qilingan qarorlar natijasida pensiya olish tartibi tubdan o'zgarmoqda va bu har birimiz uchun juda muhim. Men sizlarga bu o'zgarishlar nimadan iboratligi, kimlarga ta'sir qilishi va eng muhimrog'i siz nima qilishingiz kerakligi haqida to'liq ma'lumot beraman. Ishoning, bu ma'lumot sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun kritik darajada ahamiyatli. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamga yetib borishi juda muhim. Asosiy muammo, pensiya tizimi qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avvalo pensiya tizimi qanday ishlagani va bugungi kungacha qanday tamoyillar asosida faoliyat yuritganini qisqacha eslab o'taylik. An'anaviy pensiya tizimida sizning pensiyangiz asosan ikki omilga bog'liq edi. Bu sizning ish stajingiz, ya'ni rasmiy ish joylarida ishlagan yillaringiz va ishlagan davringizdagi o'rtacha oylik ish haqingiz. Bu degani, qancha uzoq yillar rasmiy ishlagan bo'lsangiz va ish haqingiz qancha yuqori bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz ham shuncha yuqori bo'lishi kutilardi. Hukumat tomonidan belgilangan yoshga yetganingizda tegishli hujjatlarni topshirib pensiyaga chiqqansiz. Oddiy va tushunarli. Lekin vaqt o'tishi bilan jamiyatda demografik o'zgarishlar, mehnat bozoridagi transformatsiyalar, iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichlari pensiya tizimida ham o'zgarishlarni talab qila boshladi. Eski tizimning ba'zi kamchiliklari, masalan, norasmiy bandlikning ortishi, soliq bazasining qisqarishi, ayrim fuqarolarning pensiya ta'minotidan chetda qolishi kabi masalalar tobora dolzarb tus oldi. Mana endi nimalar o'zgardi degan asosiy savolga javob beraylik. Pensiya tizimida qabul qilingan yangi qarorlar bir nechta asosiy yo'nalishlarda tub o'zgarishlarni nazarda tutadi. Eng birinchi va eng muhim o'zgarishlardan biri bu pensiya hisoblash metodologiyasining takomillashishi. Endilikda pensiya nafaqat ish staji va ish haqiga bog'liq bo'lib qolmaydi, balki fuqarolarning pensiya jamg'armasiga qilgan shaxsiy ixtiyoriy badallari ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni sizning pensiya tizimiga kiritgan shaxsiy sarmoyangiz, uning miqdori va muntazamligi pensiyaning yakuniy hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu esa fuqarolarni o'z pensiya jamg'armalarini mustaqil ravishda shakllantirishga undashga qaratilgan harakatdir. Ikkinchi muhim o'zgarish bu pensiya yoshi va stajiga qo'yiladigan yangi talablar. Ba'zi kategoriyadagi fuqarolar uchun pensiya yoshi yoki talab qilinadigan minimal staj miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu albatta aholining umumiy umr ko'rish davrining uzayishi, mehnat resurslaridan samarali foydalanish zaruriyati kabi omillar bilan bog'liq. Uchinchi yangilik, bu pensiya tizimining yanada shaffof va adolatli bo'lishini ta'minlashga qaratilgan mexanizmlarning joriy etilishi. Endilikda har bir fuqaro o'zining pensiya hisob varag'idagi ma'lumotlarni onlayn tarzda kuzatib borishi, shaxsiy badallarning qanday shakllanayotganini nazorat qilishi mumkin bo'ladi. Bu esa norasmiy fuqarolarning pensiya kamaytirish huquqlarini to'liq ta'minlashga yordam beradi. Ushbu o'zgarishlar qaysi sanadan kuchga kirishi haqidagi aniq ma'lumotlarni men keyingi qismda batafsil tushuntirib beraman. Asosan bu o'zgarishlar pensiya tizimini zamonaviy iqtisodiy talablarga moslashtirish, uni yanada barqaror va adolatli qilish maqsadida amalga oshirilmoqda. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangiliklar aniq nimalarni anglatadi? Kimlarga bevosita ta'sir qiladi va kimlar uchun katta o'zgarish bo'lmaydi? Avvalo, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa shundaki, endilikda sizning pensiyangiz nafaqat davlat tomonidan belgilangan minimum kafolatlarga, balki o'zingizning shaxsiy hissangizga ham bevosita bog'liq bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, agar siz pensiya yoshiga yetganingizda munosib pensiya olishni istasangiz, avvalgidan ko'ra ko'proq mas'uliyatni his qilishingiz va o'z kelajagingiz uchun hozirdan qayg'urishingiz kerak bo'ladi. Kim xavotirlanishi kerak? 1. Rasmiy ish staji yetarli bo'lmaganlar. Agar sizning ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizda uzilishlar mavjud bo'lsa, ba'zi davrlarda rasmiy bandlikda bo'lmagan bo'lsangiz yoki kulrang ish haqi olgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 20 yoshdan oshgan ammo rasmiy ish staji bor yo'g'i 5-10 yilni tashkil qilgan fuqarolar uchun oldinlari maxsus hisob-kitoblar amalga oshirilgan bo'lsa,
Endi bu stajning har bir yili va har bir pensiya badali yanada qattiqroq nazorat qilinadi. Sizga yetmayotgan stajni to'ldirish yoki qo'shimcha badallar to'lash zarurati tug'ilishi mumkin. Misol bir Dilnoza opaning holati. Dilnoza opa hozir 52 yoshda. U kollejni tugatgandan so'ng 10 yil davlat korxonasida ishlagan. Keyin esa farzandlarining tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib, uy ishlari bilan band bo'lgan va 15 yil davomida rasmiy ishlamagan. So'ngra yana bir necha yil xususiy tashkilotda ishlagan, lekin ish haqi to'liq rasmiylashtirilmagan. Eski tizimda uning mavjud rasmiy staji va oxirgi ish haqi asosida pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin edi, hatto uncha yuqori bo'lmasa ham. Yangi tizimda esa u avvalgi davrlardagi badallarning kamligi sababli minimal pensiyadan ham kamroq olishi mumkin. Unga yetishmayotgan staj uchun ixtiyoriy badal to'lash yoki mavjud kamchiliklarni bartaraf etish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarurati tug'iladi. Aks holda uning pensiyasi oldingidan ancha past bo'lishi kutilmoqda. 2. Norasmiy sektorda ishlaganlar yoki ish haqi konverti olganlar. Agar sizning maoshingizning bir qismi yoki to'liq miqdor rasmiy hujjatlarda aks ettirilmagan bo'lsa, bu to'lovlardan pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratma qilinmagan bo'ladi. Natijada kelajakdagi pensiyangizni shakllantirishda bu davrlar hisobga olinmaydi. Bu sizning pensiyangizni sezilarli darajada kamaytiradi. Sizga hozirdan o'z mehnat faoliyatingizni rasmiylashtirish va barcha badallarni to'lashni boshlash shart. Misol 2 Akmal akaning holati. Akmal aka 6 yoshda qurilish sohasida uzoq yillar ishlagan. Lekin ko'pgina ishlari shartnomasiz chornoy deb ataladigan usulda, ya'ni norasmiy bo'lgan. U faqatgina kolxozda 7 yil ishlagan davri va armiya xizmati rasmiy stajiga kiradi. Qolgan 30 yillik ishi rasmiy hujjatlarda aks etmagan. Eski tizimda Akmal aka o'ziga yetarli bo'lmagan stajni qisman sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin edi. Yangi tizimda esa u rasmiy stajning minimal talablariga javob bera olmagani uchun juda past pensiya yoki ijtimoiy nafaqa olishiga to'g'ri keladi. Unga hozirdan o'z rasmiy stajini oshirish, ehtimol ixtiyoriy badallarni to'lash orqali vaziyatni o'nglash tavsiya etiladi. 30. Yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirganlar, agar siz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, masalan 5-10 yil ichida va yuqorida aytib o'tilgan muammolar sizga tegishli bo'lsa, sizda tuzatishlar kiritish uchun vaqt kamroq. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar eng birinchi bo'lib o'z pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarni tekshirishlari va kerakli choralarni ko'rishlari lozim. Misol 3. Komila opaning holati. Komila opa 27 yoshda. 3 yildan keyin pensiyaga chiqish kerak. Uning mehnat daftarchasida doimiy ish joyi bor, ammo ba'zi yillarda oylik ish haqi minimal miqdordan past ko'rsatilgan. Yangi tizimda bu holat uning pensiyasini hisoblashda kamayishga olib kelishi mumkin. Unga pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z pensiya hisob varag'ini tekshirish va agar imkoni bo'lsa, so'nggi yillarda oylik ish haqi bo'yicha badallarni to'lashni ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Bu uning pensiyasini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Kim xavotirlanishi shart emas, yoki kamroq xavotirlanishi mumkin. Uzoq yillik rasmiy ish stajiga ega bo'lganlar. Agar sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ish stajingiz to'liq shakllangan bo'lsa, barcha soliqlar va pensiya badallari muntazam to'lab kelingan bo'lsa, siz uchun katta o'zgarishlar kutilmaydi. Aksincha, yangi tizim sizning badallaringizni yanada adolatli hisobga olishi va pensiyangizni yanada oshirishi mumkin. 2. Yosh mutaxassislar va yoshlar. Agar siz hali pensiya yoshiga ancha uzoq bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga o'z kelajagingizni hozirdan rejalashtirish uchun ko'proq vaqt beradi. Sizda o'z ish stajingizni rasmiylashtirish, muntazam badallar to'lash va hatto ixtiyoriy pensiya jamg'armalariga qo'shimcha mablag' kiritish uchun yetarli imkoniyat bor. 3. Hozirda pensiya olib turganlar. Agar siz allaqachon pensiyada bo'lsangiz, yangi qoidalar sizning hozirgi pensiyangizga bevosita ta'sir qilmaydi. Biroq pensiya indeksatsiyasi inflyatsiya hisobiga oshirish yoki boshqa umumiy o'zgarishlar sizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Lekin sizning pensiyangizni hisoblash metodologiyasi asosan avvalgi qoidalar asosida qoladi. Bu yangiliklarning asosiy maqsadi har bir fuqaroni o'z pensiya kelajagi uchun mas'uliyatni his qilishga undash, rasmiy bandlikni rag'batlantirish va pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashdir. Bu tizimni nafaqat davlat zimmasiga yuklash, balki har bir insonning shaxsiy hissasi bilan birga rivojlantirishga qaratilgan qadamdir.
asosiy qisma ikki nuqtalar, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar. Endi esa o'zgarishlarning qaltis jihatlariga, ba'zi sinovlarga va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan nozik nuqtalarga to'xtalib o'tamiz. Bu ma'lumotlar sizga vaziyatni to'liq tushunishga va to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Astirish qoidalardagi istisnolar. Astirish imtiyozli pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lganlar. Muayyan toifadagi fuqarolar, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar. Ba'zi bir kasb egalari, masalan, yer osti ishlarida o'ta zararli va o'ta og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar yoki ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi va stajiga oid talablarda imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu imtiyozlar ham qayta ko'rib chiqilishi yoki ularni olish tartibi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun agar siz shunday toifaga mansub bo'lsangiz, tegishli qonunchilikni diqqat bilan o'rganishingiz shart. Masalan, 5 va undan ortiq farzandi bor ayollar oldinlari umumiy pensiya yoshidan ancha oldinroq pensiyaga chiqish huquqiga ega edilar. Yangi qarorlarda bu imtiyozning shartlari, masalan, bolalarning yoshiga oid talablar, onaning bolalarni kamida ma'lum bir yoshga qadar tarbiyalaganligi haqidagi talablar o'zgarishi mumkin. Bunday holatda sizga pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, shaxsiy holatingiz bo'yicha maslahat olish tavsiya etiladi. 2. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari va nogironlik pensiyalari. Bu turdagi pensiyalar odatda ish staji yoki yoshga bog'liq bo'lmagan maxsus ijtimoiy himoya chorasidir. Ularni hisoblash va tayinlash tartibi asosan o'zgarishsiz qolishi mumkin. Ammo ularning miqdori yoki qayta hisoblash mexanizmlari bo'yicha ba'zi o'zgarishlar kutilishi mumkin. Ya'ni ularning ta'minoti davlat kafolatida qoladi, biroq ularning miqdori bo'yicha umumiy iqtisodiy vaziyatga mos ravishda ba'zi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar. Inflyatsiyaning ta'siri va pensiyaning qiymati. Yangi tizimda ixtiyoriy badallarning ahamiyati oshishi bilan birga inflyatsiya kabi omillarning pensiyaning haqiqiy qiymatiga ta'siri ham muhim ahamiyat kasb etadi. Siz bugun to'lagan ma'lum miqdor yillar o'tib o'z sotib olish qobiliyatini yo'qotmasligi uchun pensiya jamg'armasi mablag'larini investitsiya qilish yoki ularni inflyatsiyadan himoya qilish mexanizmlari haqida so'rang. Bu har doim ham to'liq oshkor qilinmaydigan, ammo pensiya kelajagingiz uchun juda muhim bo'lgan nuansdir. Pensiya mablag'larini faqatgina saqlash emas, balki ularni o'stirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi. Asterisk badallarni to'lash tartibidagi xatoliklar. Ko'pgina fuqarolar o'zlarining ish beruvchilari pensiya jamg'armasiga badallarni to'g'ri va muntazam ravishda to'layaptimi yoki yo'qmi, buni nazorat qilmaydilar. Bu esa kelajakda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Sizning ish stajingiz to'liq aks etmasligi, badallaringizning kam miqdorda to'langanligi sababli pensiyangiz kutilgandan ancha kam bo'lishi mumkin. Bu holatda ayb ish beruvchida bo'lsa ham jabr ko'radigan shaxsiz bo'lasiz. Misol Sarvarbekning muammoshida 10 yildan beri doimiy bitta xususiy korxonada ishlaydi. Uning maoshi yaxshi, lekin u hech qachon pensiya jamg'armasiga to'langan badallarni tekshirmagan. Kelajakda u pensiyaga chiqqanida ish beruvchisi yillar davomida uning uchun to'lovlarni muntazam va to'liq amalga oshirmaganligi ma'lum bo'lsa, Sarvarbek katta muammoga duch kelishi mumkin. Uning pensiyasi hisoblangandan kamroq bo'lib chiqadi. Chunki uning rasmiy hisob varag'ida yetarli badallar aks etmaydi. Bunday holatda Sarvarbekka hozirdan o'z pensiya hisob varag'ini Uz orqali yoki pensiya jamg'armasi bo'limida tekshirish tavsiya etiladi. Hujjatlarni saqlash mas'uliyati. Ba'zan odamlar ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni, mehnat daftarchasi, buyruqlar, shartnomalar, ma'lumotnomalar e'tiborsiz qoldirishadi yoki yo'qotib qo'yishadi. Elektron tizimlar joriy etilayotganiga qaramay, qog'oz hujjatlar hamon juda muhim. Ularning yo'q bo'lishi kelajakda stajni tasdiqlashda katta qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. 4. Ixtiyoriy badallarning ta'siri. Yangi tizimda ixtiyoriy badallar muhim rol o'ynaydi. Ammo bu badallarni qanday qilib eng samarali tarzda kiritish, ularning rentabelligi va xavfsizligi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Barcha fuqarolar ham bu mexanizmlarni tushunib yetmasliklari mumkin. Bu masalada mutaxassis maslahati juda muhimdir. 5. Pensiya hisob varag'ini doimiy monitoring qilish zarurati. Endilikda sizning pensiyangizning shakllanish jarayonini muntazam ravishda kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Bu sizning shaxsiy moliyaviy mas'uliyatingizni oshiradi.
Agar siz o'z hisob varag'ingizdagi ma'lumotlarni doimiy tekshirmasangiz, xatoliklarni o'z vaqtida aniqlay olmasligingiz mumkin. Bu kabi nozik jihatlar va qaltis vaziyatlarni bilish sizga pensiya tizimidagi yangiliklarga ongli ravishda yondashish va o'z kelajagingizni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilishi kerak? Hurmatli do'stlar, endi esa eng muhim qismga keldik. Amaliy maslahatlar. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar tashlashingiz lozim? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va qayerga murojaat qilish kerak? Buni bilish sizning kelajakdagi pensiyangiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zudlik bilan shaxsiy pensiya hisob varag'ingizni tekshiring. Bu sizning birinchi va eng muhim vazifangiz. Staj qanday tekshirish kerak? Onlayn. Eng qulay usul bu MyBookUz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kirishdir. U yerda siz o'zingizning shaxsiy kabinetingizga kirib, fuqarolarning shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'i holati to'g'risida ma'lumot xizmatini tanlashingiz mumkin. Bu xizmat orqali siz o'zingizning pensiya badallaringizning to'liq tarixini, ish stajingizda to'langan badallar miqdorini va boshqa muhim ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar siz MyPoddGov.uzdan foydalanishni bilmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Shaxsan agar onlayn usul sizga noqulay bo'lsa, yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Sizga shaxsiy identifikatsiya raqamingiz va pasportingiz kerak bo'ladi. Asterisk: nimalarga e'tibor berish kerak? Ish stajingizning to'liq aks etganligiga ishonch hosil qiling. Barcha ish joylaringiz va davrlar to'g'ri ko'rsatilganligini tekshiring. Ish beruvchingiz tomonidan to'langan pensiya badallarining miqdori va muntazamligini ko'rib chiqing. Agar badallar umuman to'lanmagan yoki minimal miqdorda to'langan davrlar bo'lsa, bu jiddiy signaldir. Ikki mehnat daftarchangizni va boshqa hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya tayinlashda hujjatlarning tartibli bo'lishi juda muhim. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Mehnat daftarchasi. Bu sizning asosiy hujjatlaringizdan biri. Undagi barcha yozuvlar aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Barcha ishga kirish va ishdan bo'shatish yozuvlari tegishli muhrlar bilan tasdiqlanganligini tekshiring. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxalari. Agar mehnat daftarchangizda qandaydir kamchiliklar bo'lsa, bu buyruqlar stajni tasdiqlashda muhim ahamiyatga ega. Ish haqi ma'lumotnomalari. Agar sizning maoshingiz miqdori pensiya hisob varag'ingizda to'liq aks etib joylaringizdan ish haqi ma'lumotnomalarini olishga harakat qiling. Bu ayniqsa so'nggi ish stajini hisoblashda juda muhim. O'qish va armiya xizmati haqidagi hujjatlar. Oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qigan davr yoki harbiy xizmat davri ham ish stajiga qo'shiladi. Tegishli diplom yoki harbiy guvohnoma nusxalarini tayyorlab qo'ying. Nikoh guvohnomasi tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalar. Ayollar uchun bolalarni tarbiyalaganlik davri ham ba'zi hollarda stajga hisoblanishi mumkin. Shuning uchun bu hujjatlarni ham saqlang. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, imtiyozli pensiya olish uchun asos bo'lishi mumkin. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun harakat qiling. Agar sizning pensiya hisob varag'ingizda yoki hujjatlaringizda kamchiliklar aniqlansa, qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limiga. Sizga tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling va aniqlangan muammolarni batafsil bayon eting. Ular sizga qanday hujjatlar taqdim etishingiz kerakligi va qanday tartibda harakat qilish bo'yicha maslahatlar berishadi. Davlat xizmatlari markazlariga DXM orqali ham siz stajni tasdiqlash, badallarni tekshirish va boshqa pensiya oid masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Sudga murojaat. Agar boshqa yo'l bilan stajni tasdiqlash imkoni bo'lmasa, sudga murojaat qilish orqali ham stajni tiklash mumkin. Bu murakkab jarayon bo'lgani uchun huquqshunos maslahati kerak bo'lishi mumkin. Nima yozish kerak? Murojaat arizasini to'g'ri va aniq yozish juda muhim. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz aniqlangan muammo, masalan, stajning yetishmasligi, badallarning noto'g'ri aks etganligi, ushbu muammo yuzaga kelgan davrlar va unga oid mavjud hujjatlaringizni ko'rsatishingiz lozim. Agar ma'lumotnomalar yoki boshqa hujjatlar ilova qilinsa, ularning ro'yxatini ham kiriting. Pensiya jamg'armasi bo'limlarida ariza yozish bo'yicha namunalar berilishi mumkin.
ko'r, uzoq muddatli strategiya. Kelajak uchun hozirdan qayg'uring. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar shaxsiy mas'uliyatni talab qiladi. Siz rasmiy bandlik, har doim rasmiy ish joylarida ishlashga harakat qiling va ish beruvchingizning barcha soliqlar va pensiya badallarini to'layotganiga ishonch hosil qiling. Ixtiyoriy badallar. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, ixtiyoriy pensiya jamg'armalariga qo'shimcha badallar to'lashni ko'rib chiqing. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu imkoniyatni batafsil o'rganing. Moliyaviy savodxonlik. Pensiya tizimidagi yangiliklardan doimiy xabardor bo'ling. O'z moliyaviy savodxonligingizni oshiring va kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun faol harakat qiling. Diversifikatsiya. Pensiyadan tashqari boshqa daromad manbalarini yaratishni ko'rib chiqing. Misol uchun shaxsiy jamg'armalar, investitsiyalar, ko'chmas mulk va hokazolar. Bu sizning moliyaviy xavfsizligingizni yanada mustahkamlaydi. Unutmang, bu o'zgarishlar sizning kelajagingizni yanada yaxshiroq ta'minlashga qaratilgan. Ammo buning uchun siz ham o'z hissangizni qo'shishingiz va harakat qilishingiz kerak. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, men sizlarga pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar haqida iloji boricha to'liq va batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Xulosa qilib aytganda, pensiya tizimi yangi bosqichga o'tmoqda. Bu bosqichda sizning shaxsiy mas'uliyatingiz va faolligingiz yanada muhim ahamiyat kasb etadi. O'z pensiya hisobvarag'ingizni tekshirish, hujjatlaringizni tartibga solish va aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish. Bu sizning kelajakdagi munosib pensiyangiz uchun asosiy kafolatdir. Unutmang, kelajakda qanday pensiya olishingiz ko'p jihatdan bugungi harakatlaringizga bog'liq. Vaqtni boy bermang, hoziroq harakatni boshlang. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Sizda qanday savollar yoki tajribalar bor? Iltimos, o'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi foydali videolarimizda ko'rishguncha xayr. Kelajagingiz barqaror bo'lsin.